Ba'zan inson hayotidagi eng katta yaxshiliklar juda kichik ko'rinadigan amallardan boshlanadi. Bir tabassum, bir iliq so'z yoki kimningdir holidan xabar olish. Alloh taolo Qur'oni Karimda yaxshilik qiluvchilarni sevishini bildirgan. Inson qalbida rahim, shafqat bo'lsa, u atrofidagi odamlarga ham nur ulashadi. Ba'zan biz oddiy deb o'ylagan bir yordam boshqalar uchun katta quvonch bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Allohga eng sevimli inson odamlarga eng foydali bo'lganidir. Mehr va saxovat insonni ulug' qiladi. Yaxshilik qilgan inson esa nafaqat boshqalarning qalbini, balki o'z qalbini ham yoritadi. Shuning uchun ham aytiladi: ular bilan narx talashmang, ulardan yaxshilik niyati bilan xarid qiling. Yaxshilik qilish uchun katta boylik shart emas. Ba'zan kichkina e'tibor ham kimningdir qalbida katta umid uyg'otadi. Bugun kimningdir qalbini quvontiring, kimningdir og'irini yengil qiling, kimningdir duosiga sabab bo'ling. Yaxshilik qiling, mehr ulashing, chunki inson ortida qoladigan eng go'zal iz bu qilgan yaxshiliklaridir. Saxovatli qo'llar bilan yaxshilik davom etadi.